Assalomu alaykum. Hurmatli kichik biznes egalari hamda kontent yaratuvchilar. Shuningdek, o'quv markaz, maktab, universitet, ta'limga taalluqli bo'lgan barcha insonlar, sizlar uchun bugun muhim narsani, vaqtinglarni tejaydigan, bizneslarni rivojlantiradigan, shuningdek, o'quv bo'limida maksimal material, qo'llanma tayyorlay oladigan, tayyorlab bera oladigan notebook ilmi haqida gaplashamiz. Demak, sizlar bilan birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz bu fakt. Ya'ni eng ko'p mijozlar tomonidan beriladigan savollarga javoblar qanday yozsa bo'ladi? E'tibor beringlar, biz ITga taalluqli bo'lgan 4 ta biznesni yuklab olganmiz. Misol uchun Codecamp, Mars IT School, Najot ta'lim, PDP Academy. Endi xohlasanglar o'zinglarni biznesinglarda, aytaylik, sayt bo'ladimi, ijtimoiy tarmoq bo'ladimi, bemalol yuklab tahlil qilishinglar mumkin. Biz mana shulardan tahlil qilamiz. Menga menga professional professional 30 ta xo'sh, farq yozib ber. Ketdi. Undan tashqari, endi buni olib, mana hozir tayyorlab beradi. Bemalol yuklab, saytinglarga, misol uchun mijozlar qayerda agar shu savollar ko'p berayotgan bo'lsa, o'sha joyga bemalol qo'yib qo'yishinglar mumkin. Hozir uniyam sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan tashqari timeline. Timeline qanaqa desa, aytaylik, mana shu biznes konkurentinglar bor. O'sha konkurentning aytaylik tajribasi. Ular qachon boshlagan, nima bilan boshlagan, qanday kelgan va qanaqa muammolardan o'tib kelgan, hammasini bu joyda tahlil sifatida ko'rib olishinglar mumkin. Hozir eng ko'p beriladigan savollarni ko'rib chiqamiz. Boshlandi. Manbalardagi ma'lumotlarga asoslanib ushbu IT akademiyalar faoliyati, shart-sharoitlari va afzalliklari haqida tayyorlangan 30 ta professional fakt ko'p beriladigan savollar ro'yxatini taqdim etaman. 1. IT akademiyalarga qaysi yoshdagi bolalar qabul qilinadi? Codecamp 7-17 yosh, Mars 8-18, PDP Junior 8-17, Najot ta'lim 12 oy davom etadigan Start Junior loyihalari ekan. Istalgan savolni o'qib ko'rishimiz mumkin. 5-savol. Kurslarga qanday yozilish mumkin? Tashkilotlarning rasmiy saytlari orqali ism, telefon raqami qoldirib, bepul konsultatsiyaga ro'yxatdan o'tish orqali bo'lishi mumkin. Xo'sh. Mars IT School haqida 12 ta. Endi mana asosan 5 tani beribdi va bu yana dars davom etishi mumkin. Kattalar uchun qaysi markazlarda kurslar bor? Akademiyalarda asosan qanday yo'nalishlar o'qitiladi? Ta'lim markazlari o'quvchilarni jalb qilishda qanday bepul tadbirlar o'tkazadi? Endi tayyor bo'lgandan keyin Najot ta'limning 5 million so'm mukofot sharti qanday? O'sha fakt tayyor bo'lgandan keyin sizlar e'tibor beringlar. Save as a note va tayyor bo'ldi. Bu narsani biz, misol uchun sizga Word qulay bo'lsa, bemalol Word orqali yuklab olishingiz mumkin. E'tibor bering, mana bizda tayyor. Comprehensive Guide to IT Academies in Uzbekistan. O'sha mana 5 ta umumiy beriladigan savollar tuzib oldi. Endi sizlar alohida bitta biznesda yoki o'zinglarning biznesinglarda tahlil qilganda bemalol chiroyli qilib 30 ta desa 30 ta, 40 ta desa 40 ta, 50 ta desa 50 ta doim beriladigan savollarni yozib berishi mumkin. Sizlar buni olib xohlagancha, misol uchun skachat qilib, aytaylik, ishlatishinglar mumkin, yuklab qo'yishinglar mumkin va juda sodda. Endi davom etamiz. Biz bizneslarimizda yoki konkurentlarni tahlil qilishimiz kerak edi. Bizga bular bo'yicha timeline chiqarib bersin. Yuqoridagi bizneslar. Timeline bu nima desa, to'liq bosib o'tilgan yo'l, davrlar, bosqichlar, qadamlar hammasi timeline deyiladi. Yuqoridagi bizneslar bo'yicha timeline, ya'ni qanaqa timeline? Professional timeline tayyorlab ber dedik va hozir tayyorlab beryapti. Xo'p, biz yuqorida ham aytib o'tdik, ya'ni chatdan foydalanish bu juda katta mahorat. Ya'ni samarali foydalanish, to'g'ri foydalanish juda katta mahorat va biz uni maksimal kuchaytirib borishimiz kerak. Aytaylik, mana shu konkurentlarni biz tahlil qilib bo'ldik. Endi shu bo'yicha biz
Marketing strategiya qilishimiz mumkin. Kontent plan qilishimiz mumkin. Ssenariylar yozishimiz mumkin. Hozir yozishni boshlaymiz. Xo'p, sizning so'rovingizga asosan ushbu IT akademiyalari bo'yicha professional infografika, ya'ni timeline yaratishni boshladim. Timeline qanaqa deyapti? Ya'ni bu yerda tayyorlashdan boshlayapti. Qisqacha xronologik ma'lumotlar quyidagilardan iborat. PDP Akademiya tashkil topgan 2017-yilda, 2018-yilda Najot ta'lim o'z faoliyatlarini boshlagan. 20-yilda Najot ta'lim yil brendi bo'lgan. 21-yilda Najot ta'lim eng yaxshi IT maktab bo'lgan. 22-yilda Najot ta'lim YouTube kumush tugmasini qo'lga kiritgan. 23-yilda PDP Academy tarkibi sig'imi 3000 tagacha bo'lgan yangi markaz, outsors va rekruting kompaniyalari ochilgan. 2024-yil iyul Najot ta'lim bitiruvchilari soni 7,5 mingdan oshgan. Endi mana shu bo'yicha so'zlaymiz. Yuqoridagi yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, menga marketing xo'p, qancha vaqtlik? Menga 1 yillik, demak, 1 yillik marketing strategiya tuzib ber. Siz bundan maksimal foydalanmasligingiz mumkin, lekin qarorlar qabul qilish uchun, ma'lumotni to'g'ri qabul qilish uchun, to'g'ri yig'ib olish uchun bu juda kerakli narsa. Demak, bizga marketing strategiya tuzib berishini so'radik. Endi bizga nima tuzib bersin desa, bizga content plan tuzib bersin. 1 yillik content plan tuzib bersin. Endi bizga nima tuzib bersin desa, bizga 1 yillik aytaylik, 1 yillik 20 ta e'tibor beringlar, marketingda ham bosqichlar bor. Tanilish, ishonch, sotuv, qayta sotuv hamda tavsiya. Qaysi bosqich uchun tuzib bersin? Tanilish bosqichi uchun. Birinchi bosqich 20 ta tanilish bosqichi uchun professional ssenariy. Ssenariy tuzib ber dedik. Ssenariyni misol uchun aytishimiz mumkin. 1 minutli, virusli, million ko'riladigan insonni like bosishga, izoh bosishga, izoh yozishga majburlaydigan qilib yoz dedik. Ketdik. Eng tepaga kelamiz. Biz undan birinchi nimani so'radik? Biz undan yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, menga 1 yillik marketing strategiya tuzib ber dedik. Asosiy maqsadli auditoriya, segmentatsiya, ota-onalar, farzandlar 7-18 yosh. Ularning asosiy dardi bolaning telefonga qaramligi va kelajagi. Kattalar va yoshlar 18+ yosh. Ularning asosiy dardi tezroq daromadli kasb egasi bo'lish va ishga joylashish. Bizning segmentimiz mana shu ikkalasi ekan. Birinchi chorak 1-3 oy bepul xizmatlar orqali mijozlar bazasini yig'ish, lead generatsiya qilamiz. 4-6 oylar noyob takliflar orqali konversiya qilish, ya'ni sotuv va ishonchni oshiramiz. 7-9 oylar o'quvchilarni ushlab qolish va xizmat sifatini oshirish, ya'ni retention. 4-chorak 10-12 oylar, ya'ni loyallik dasturlari va ekosistema qurish, loyalty upsell. Qisqa xulosa, ushbu strategiya dastlabki oylarda bepul qiymat berish orqali auditoriya yig'ishga, so'ngra kafolat va moddiy ta'minot, noutbuk orqali ishonch qozonishga, o'qish jarayonida eng gamifikatsiya yordamida o'quvchini zeriktirmaslikka hamda bitiruv paytida katta mukofotlar berish orqali markazni bozorda eng nufuzli akademiya sifatida ko'rsatishga qaratilgan. Demak, davom etamiz keyingisi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, menga 1 yillik kontent plan tuzib ber dedik. Birinchi chorak muammoni ko'tarish va qiziqish uyg'otish.
Birinchi oy telefon qaramligi, kelajak kasblar daromadi. 3-oy ta'lim jarayonida psixologiyaning o'rni. Ikkinchi chorak shart-sharoitlar va motivatsiyani yoritish. Ya'ni 4-oyga to'g'ri kelyapti. Texnika va joy muammosini yechish, o'yinlashtirish, gamifikatsiya qilish va bonuslar, kuchli ustozlar va qulay tizim. 3-chorak natijalar va ijtimoiy ishonch, social proof. 7-oy ishga joylashish kafolati, ota-onalar va o'quvchilar minnatdorchiligi. Demak, davom etamiz. Bizga 20 ta tanilish bosqichi uchun professional ssenariy tuzib berish kerak edi. Ssenariy 1 minutlik, virusli, million ko'riladigan, insonni layk bosishga va izoh yozishga majburlaydigan qilib yozishi kerak edi. Ketdik, boshlandi. Birinchi chorak ota-onalar muammosi va bolalar kelajagi. Birinchi ssenariy telefon jinnisi. Nomi telefon jinnisi. Maqsadli auditoriya ota-onalar. Kadr. Bolalar telefonda o'yin o'ynab o'tiribdi. Ota-ona xavotir bilan qarab turibdi. Ekranda katta yozuv. Bolangiz kuniga 4-7 soat telefon o'ynaydimi? Audio. Matn. Bolangiz smartfon va o'yinlarga qaram bo'lib qolganmi? Statistika bo'yicha bolalar kuniga o'rtacha 4-7 soat vaqtini mobil o'yinlarga sarflaydi. Uni telefondan tortib olmang. Buning o'rniga u ya'ni bu qiziqishni daromadli IT kasbiga aylantiring. Bizning markazda bolalar o'yin o'ynashni emas, uni yaratishni o'rganishadi. Izohga chorlovchi, ya'ni call to action. Farzandingiz kuniga necha soat telefondan foydalanadi? Izohda raqamni yozing. Biz unga mos qaysi IT yo'nalishi shuni bepul aytib beramiz. Tasavvur qilyapsizlarmi? Super. Super va biz hammasini o'qib chiqishimiz mumkin. 20 ta, 20 ta yozing. Marketing bo'yicha maslahat deyapti. Videolarni tayyorlashda dinamik montaj. Har 2-3 soniyada kadr o'zgarishi. Hozirgi kunda har 1 sekundda kadr o'zgarishi mumkin. Va ekranda qiziqarli tag lavhalar, subtitrlar bo'lishini ta'minlang. Va biz bu tahlilni yana dalcha davom ettirishimiz mumkin. Lekin biz vaqtimiz chegaralangan. Biznes egalari, marketologlar, o'sha kontent yozuvchilar, kontent mekerlar hammasi uchun bu super instrument. Bugunoq Notebook LMdan foydalanishni boshlang.